Siz ing va ed qo'shimchasi bilan tugaydigan sifatlar borligidan xabaringiz bormi? Yo'q bo'lsa, bu videoni aslo o'tkazib yubormang. Ko'pchilik o'quvchilarim ing va edli sifatlarni ko'rganda ularni fe'l deb o'ylar ekan, lekin aslida bu sifatlar. Misol uchun, boring, bored, interesting, interested, surprising, surprised. Buni qanaqa qilib farqlaymiz, qachon ishlatamiz bularni, nimasidan farq qiladi desangiz, ingli sifatlar eslab qoling, shaxs yoki narsani xarakterini ifodalaydi. Misol uchun, Tom is boring person. Tom zerikarli odam. Yokida this book is boring. Bu kitob zerikarli. Lekin edli bilan tugaydigan sifatlar bu shaxs holatini bildiradi. Misol uchun, I am bored with watching TV or I am interested in dancing. Man televizor ko'rishdan zerikaman yokida man qiziqaman raqsga tushishga. Sizga bularning farqi yoqqan bo'lsa, like bosib, do'stingizga yuborishni unutmang.